Yaratılışıdilla intayin nazuk bir qalb bor. U bo'lsa dal ayollarning qalbi. Haqiqatan islom bu nazuk qalblarning nazukligiga intayin ahamiyat bergan. Siz bu qalb hikoyalarini va uningdagi pok va halol bo'lgan muhabbat hikoyalarini anglashni xohlamsiz. Mana bugun siz anglamoqchi bo'lgan muhabbat hikoyasi qalbning mangulik o'chmas izidir. U g'alaba qozonganga qadar savr qilgan bir muhabbat. Bu hikoyaning qahramoni bo'lsa Rasulullohning qizi Zaynab radhiyallohu anha va uning yo'ldoshi Abul As ibn Rabi'a. Zaynabning yoshi 10 dan oshganda Hashim jamiyatidagilarning ko'zi uningga tushdi. U Makkadagi nopozliq oila uni o'zlariga kelin qilib olishga aldirayotgan chaqlar edi. Zaynabning ota-onasi uningga Isilzoda Quraysh yigitlaridan birini tanlamoqchi edi. Oxirida uningga Abul As ibn Rabi'a erishdi. O yigit Zaynabning hammasi Hala binti Xuvaylidning o'g'li bo'lib, Makkadagi Isilzoda yigitlardan biri edi. Quraysh yigitlari Rasulullohning bu to'yga qo'shilganligidan xursand bo'lishdi. Bu payg'ambar alayhisalomga texi vahiy kelmagan mazgil edi. Payg'ambar alayhisalomga vahiy kelib, dunyo islomning nuri bilan yorg'anda Qurayshlar Rasulullohga qarshi jang e'lon qildi. Ular Rasulullohga ruhiy zarba berish uchun uning qizini qaytarib beringlar deb Qudubojilarga besim shiltib ajrashtirib o'tmoqchi bo'ldi. Utba ibn Abu Lahab ayoli Ummu Kulsumni elib Rasulullohning yoniga keldi va "Men diningni qabul qilmadim. Qizingdanmi ayrildim. Sen meni yaxshi ko'rmaysan, menmi seni yaxshi ko'rmayman" dedi. Rasulullohning cho'ng qizi Zaynabning yo'ldoshi Ibn Rabi' tijorat ishlari bilan Shamga ketgan edi. Zaynab yo'ldoshining safardan qaytib kelishini kutdi. U kelgandan keyin uningga musulmon bo'lganligini aytdi. Ammo uning yo'ldoshi g'azablangan holda "Men sizning otingizgami, u ib kelgan dinigimi ishonmayman" dedi va hech narsaga qaramasdan uydan chiqib ketdi. Chunki u kishilarning ayolin deb ota-bobolarining dindan voz kechdi deyishidan qo'rqqan edi. Ammo u Qurayshlarning oldiga chiqib, aniq bir shaklda "Alloh bilan qasamki, men ayolimdan hargiz ayrilmayman. Uningdan boshqa hech qanday ziyon kelmagan. U men uchun Qurayshlar ichidagi eng esilzoda ayol" dedi. U ozroq tinchlangandan keyin uyga qaytib keldi. Qizi bilan o'g'lini quchoqqa olib, suyimlik ayolining yoniga keldi. "Ey Zaynab, sizmi o'zingizning diniga e'tiqod qiling. Menmi o'zimning diniga e'tiqod qilay. Bu bizning muhabbatimizga ta'sir yetkazmaydi" dedi. Zaynab uningga "Ozroq kutib turing. Agar siz diningizdan voz kechmasangiz, menga halol bo'lmaysiz. Meni dadamning uyiga olib qo'ying yoki musulmon bo'ling. Bugundan boshlab siz men ishongan dinga ishonsangizlar, ondan men sizning bo'la olayman" dedi. Ibn Rabi ayoli bilan talash tartish qildi. Rasulullohmi bu ahvolga qayg'urdi. Chunki Rasulullohning qizi Zaynab otasining yoniga kelib, bolalari bilan bu yerda qilishini talab qilgan edi. Zaynab umid bilan Allohga duo qilib, "Ey Rabbim, yo'ldoshimni hidoyat qilg'ayla" deb duo qildi. Rasululloh qiziga "Bolalaringiz bilan bizning uyda turing qizim" dedi. Ibn Rabi o'g'il qiz bilan xo'shlashayotganda yuragi ichishdi. Chunki bu vaqtlarda texi musulmon ayol bilan kofir erning ayrilish hukmi tushmagan edi. Uzoq o'tmay urush dumbiqi chelindi. Quraysh musulmonlarga qarshi hayvatlik bir qo'shin bilan yo'lga chiqdi. Zaynabning yo'ldoshi ko'zlarini yumib, hasrat bilan bir chekkandan keyin etiga minib Quraysh qo'shinining sepiga qitildi. Hazrati Zaynab eshik oldida kichik qizini quchoqlab turib, mushrik yo'ldoshining o'z otasiga qarshi urush ketayotganligini ko'rib turdi. Zaynab qizini quchoqlab turib uningga "Ikkimizning bir yetim bo'lib qolmaymiz" dedi. Chunki Rasululloh shahid bo'lsa, o'zi yetim bo'ladi. Yo'ldosh o'ldirilsa, bolasi yetim bo'ladi. Ozroq vaqt o'tgandan keyin hammasi Hazrati Otika kelib, musulmonlarning Badr urushida g'alaba qilganlik xabarini aytdi. Zaynab Allohga shukr qilib sajda qildi. Ondan hammasidan "Yo'ldoshim qanday bo'ldi?" deb so'radi. Hammasi g'amkinlik bilan beshini yerga egib, "Yo'ldoshing o'ldirilmadi, ammo asirga tushib qoldi" dedi. Buni anglab Zaynabning ko'ngli yarim bo'ldi.
Abul As'ning oilasi kambag'al emas edi. O'g'ilni qutqizish uchun fidiya beralaydi. Ammo Zaynab o'zi yo'ldishini qutqizishni tanladi. Abul As'ning qarindoshi Rasulullohning yonida o'tirib, Zaynab mendan yo'ldishini qo'yib berish uchun fidiya avatdi, dedi. Rasululloh uning qo'lidagi hamyonni ichib edi, ichidan Hazrat Xadicha onamizning zinnat buyumini ko'rdi. Bu zanjir Hazrat Xadichaning qizining to'yiga hadiya qilgan zanjir edi. Buni ko'rgan Rasululloh intayin qayg'urdi. Rasululloh qizining bu zanjir orqali uningga Hazrat Xadicha bilan bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatni eslatmoqchi ekanligini tushundi. Bu zanjir Rasulullohga Abul As'ning faqat Zaynabning yo'ldoshi va kelgan elchining bir tuqqani emas, balki Xadicha bilan bo'lgan tuqqandarchilik munosabatini eslatdi. Sahobalar bu ahvoldan ta'sirlanib yosh to'kishdi. Rasululloh birdam sukut turgandan keyin sahobalarga mundoq dedi: "Agar sizlar u asr bilan meni qaytarib o'tishni xohlasanglar, shunda qilinglar", dedi. Rasululloh zanjirni Abul As'ga berdi va Zaynabga aytib qo'ygan: "Xadichaning bu zanjirni yo'qotib etmasin", dedi. Ondan Rasululloh yana: "Ey Abul As, men bilan ozroq paranglashib beqishni xohlamsan", dedi. U ma'qul bo'lgandan keyin uni bir tarafga tortib: "Ey Abul As, Alloh taolo meni kofir bilan musulmon er ayollarni ayirib etishga buyurdi. Sen qizimni qo'yib beramsan?" deb so'radi. Abul As ha dedi. Ondan u Makkaga qarab yo'l oldi. U kichikkina qalbidagi ufuqlarga tarqalayotgan hissiyotlarga qandoq bardoshlik bera olishini bilmay Makkaga qaytib ketdi. Zaynab uni Makkaning darvozasiga qarshi og'il chiqdi. U yo'ldoshiga bo'lgan mehr-muhabbati orqali uningga yangi bir hayot ato qilayotganligidan bexabar edi. Bu hayotning o'zi cho'ng bir badal edi. Abul As Zaynabning yoniga kelib, o'zini tutib olamagan holda: "Zaynab, dadangizning uyiga qaytib keting", dedi. Bu jumla so'z Abul Asni bo'g'ib qo'yg'ili tasliq qilgan edi. Abul As bir tuqqani Kinona ibn Rabiyaga Zaynabni Makkaning sirtidagi cho'lga ib berib, Rasululloh avatgan kishilarning qiyshiq ib berishini talab qildi. Shunda qilib Zaynab yo'ldoshidan rasmiy ayrilib Rasulullohning yoniga qaytdi. Zaynab dadasining uyiga qaytgandan keyin 6 yil yolg'iz yashadi. Yotliq bo'lishni rad qildi. U qadrlik yo'ldoshi, ballarning otasi va hammasining o'g'lining musulmon bo'lib qaytib kelishini orzu qilib kutdi. Bir kecha bomdod namozidan burun uning eshigi keldi. Kelgan Abul As edi. Zaynab uni ko'rib intayin xushal bo'lgan holda: "Musulmon bo'lg'ili keldingizmi?" deb so'radi. U: "Yo'q, qochib keldim", dedi. Zaynab umidlik bo'lib: "Musulmon bo'lishni xohlamsiz?" dedi. U rad qildi. Zaynab g'amkin bir ohangda: "Qo'rqmang, hammomning o'g'li. Xush kelibsiz. Ali va Umomaning otasi", dedi. Abul As Zaynabga o'zining Quraysh karvoni bilan Shamga berib, qaytayotganda musulmon qo'shinlar tarafidan qo'rshovga ilinib, hamrohlari bilan tutilib qolganda, ularning orasidan qochib chiqib, uning yoniga kelganligini aytdi. Rasululloh bomdod namozini o'qib bo'lib turishiga birining: "Ey xaloyiq, men Abul Asga panohlik berdim", deb jar silib to'layotganligini angladi. Rasululloh buning Zaynabning ovozi ekanligini to'nib qoldi. Ondan jamoatga qarab: "Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, mening bu ishdan hech xabarim yo'q. Men hozir sizlar bilan anglayapman", dedi. Zaynab Rasulullohga qarab: "Ey Allohning elchisi, Abul As yiroqdan etsam yanala hammomning o'g'li. Yaqindan etsam farzandlarimning otasi. Men uningga panohlik berdim", dedi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga: "Ey xaloyiq, Abul As o rostchil bo'lib va'dasi tutdi. U mening ishonchimga erishdi. Agar sizlar uning milini qaytarib berib, vataniga ketishga ruxsat qilsanglar, bu meni suyundirdi. Agar unda qilmaymiz desanglar, bu sizlarning ixtiyorliqinglardagi ish. Men uningga bir narsa demayman", dedi. "Ey Rasululloh, biz uning milini qaytarib beraylik", dedi. Bu ishlardan keyin Rasululloh o'zining uyining qishidagi qizi Zaynabning uyiga bordi va Zaynabga: "Ey Zaynab, Abul Asni yaxshi kuting. Chunki u hammangizning o'g'li va bolalaringizning dadasi. Ammo u sizga yaqinlashmasin, chunki u sizga halol emas", dedi. Zaynab: "Bo'ladi, ey Allohning elchisi", dedi.
Zeynep Abul As'ga qarab, "Bu qandaq ish? Ey Abul As, biz bilan ayrilish sizga qiyin keldimi? Siz musulmon bo'lib, biz bilan yashashni xohlamamsiz?" deb so'radi. Abul As, "Alloh bizning ishimizga hukm chiqarganga qadar kutaman", dedi. Zeynep, "Alloh bizga rahmat qilsin", dedi. Ondan Abul As karvonga qaytib Makkaga yo'l oldi. U Makkaga yetib borgandan keyin karvondagi mollarni egillarga to'liq qaytirib, atrofidagilarga, "Menda kimning haqqi qolgan bo'lsa, elib olsin", dedi. "Kishilar, bizning senda haqqimiz yo'q. Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. Sen haqiqatan vafodor, kam qo'soq kishi ekansan", deyishdi. Ondan Abul As ularga qarab o'llik ovozda, "Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhisalom Allohning elchisi", dedi. Uningdan keyin Abul As Madinaga qaytib, deganda Rasulullohning yoniga kirdi va Rasulullohga, "Ey Allohning elchisi, siz tungi meni bu yerda qizg'in qarshi oldingiz. Bugun men guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Siz Allohning elchisiz", dedi. Ondan yana muloyimlik bilan, "Ey Allohning elchisi, Zeynepni qayta amrimga elishimga ruxsat qilamsiz?" deb so'radi. Rasululloh uningga, "Men bilan mang'in", deb uni Zeynepning uyiga bordi. Rasululloh eshikni chekib, "Ey Zeynep, hammangizning o'g'li bugun yenimga kelib mendan sizni so'rayotdi. Buningga qo'shilamsiz?" dedi. Zeynepning yuzi qizarib, tabassum qildi. Abul As Rasululloh tarafidan Zeynep bilan qayta nikohlanib, 1 yildan keyin Zeynep vafot bo'lib ketdi. Abul As Zeynepning vafotiga qattiq qayg'urib yosh to'kdi. Hatto kishilar Rasulullohning uningga tasalli berib, beshini silayotganligini ko'rdi. Abul As, "Ey Allohning elchisi, Zeynepsiz bu dunyoda yashashga bardoshlik berolmayapman", dedi. U Zeynepning vafotidan 1 yildan keyin vafot bo'ldi. Ey hamshiram, mehr muhabbat qimmatlikdir. Ammo uni ching tutish bo'lsa, bir tanlash. Ularning ayrilib ketishiga nurg'un sabablar bo'lsa-mu, ammo ular oxirgacha bir-biriga bo'lgan sadoqatida ching turdi. Ular ayrilgan taqdirda ularning qalbi ayrilanmadi. Zeynep qalbiga emas, diniga ega bo'ldi. Chunki u dinining qalbidanmi qimmatli ekanligini tushunib yetdi. Shuning uchun u iymonga, mehr muhabbatga erishdi. Abul As Zeynep e'tiqod qiladigan diniga tava bo'lmasa-mu, ammo uning qalbi Zeynepga tava edi. Abul As Zeynepning otasi bilan urush qilg'ili manganda Zeynepning qalbi ikkiga bo'lindi. U bir tarafdan dadasidan ayrilib qolishdan qo'rqsa, yana bir tarafdan yo'ldishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqdi. Rasululloh qizining kofir yo'ldishiga bo'lgan sevgisiga qarshi chiqmagan edi. Rasululloh qiziga onasi hadiya qilgan zanjirni kofir yo'ldish uchun pido qilishiga qarshi chiqmagan edi. Qizining kofir yo'ldishini qo'g'dishiga qarshi chiqmagan. Chunki u sap muhabbatning unutilmaydiganligini yaxshi biladigan bir zot edi. Zeynep yo'ldishidan ayrilgandan keyin xolisi boshqa erga yotliq bo'la oladi. Uningga kelgan elchilarmi ko'p edi, ammo u undaq qilmadi. 6 yil yo'ldishini unutib, yangidan bir hayotni boshlashga yetarlik bir vaqt edi. Lekin haqiqiy sevgi bundaq yo'llardan kechmaydi. Ey hamshiram, sizmi albatta qalbingizdagini ching tuting. Ammo uning badaliga diningizdan voz kechmang. Sizni Allohdan yiroqlashtirib etadigan har qanday muhabbatdan yiroq turing. Sizni Allohning yo'liga boshlamaydigan har qanday muhabbatdan voz keching. Sizga halol yo'l orqali yaqinlashganlarni yaxshi biling va ularni to'g'ri eshikdan kirish uchun yo'l ko'rsating. Ularning darizidan kirishiga yo'l qo'ymang. Siz diningizni qalbingizdan yuqori o'ringa qo'ysangiz, Alloh sizning qalbingizni va qadamlaringizni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi. Ey hamshiram, sevgi bir ortiqchilikdir. Yoshirin tutilishga tegishli ayib emasdir. Agar bir kishi halol yo'l orqali birini yaxshi ko'rsa va sevgisini oxirgacha qo'g'disa, bu gunoh ish emas. Muhabbat qalbga kirib, qalbni egallagandan keyin insonning butun vujudiga tarqab, uningga hukm qiladi. Abul As Zeynepning vujudiga hamda ruhiga singib ketgan bir er edi.
Shuning uchun jismlari ayrilgan taqdirdami ruhi yanada birga yashadi. Ey hamshira, jahiliyat davridagi hamma narsa zulmat ichida emas edi. U davrdami go'zal axloq va isil fazilatlar bor edi. Ba'zi erlar mushrik bo'lsa-mu yolg'on aytmaydi. Garchi butqa ibodat qismi va'dasi turadi. E'tiqodi xato bo'lsa-mu, ammo iffat nomusini jini va mili bilan qo'g'daydi. Abul As Rasulullohga Zaynabni qaytirib avatishga va'da qilib, va'dasi turdi. Shunga ba'zida dinsiz kishilarning axloqli ekanligini ko'rsangiz, hayron qolmang. Ammo dindor kishilarning axloqsiz ekanligini ko'rsangiz, albatta hayron qolsangiz bo'ladi. Chunki bunday kishilar dinning mohiyatini tushunmaydi. Dinning asli mohiyati butunlay axloqdan iborat. Ey hamshiram, siz erlarning qalbini oddiy o'ylab qolmang. Mehr-muhabbat ularning qalbida hukm surishga boshlaganda, sevgi ularni asirga elib oladi. Zaynab o'zining muhabbatiga sodiq qolgan birli inson emas edi. Abul As ibn Rabi'amu o'zining muhabbatiga ajoyib sodiq bo'lgan. Zaynab ayrilgandan keyin to'y qilishni rad qilgan birli inson emas edi. Abul As ibn Rabi'amu o'ylinishni rad qilgan. Qurayshlar uningga biz sana Qurayshlarning ichidagi eng esilzoda qizni ep berayli deganda Abul As men Qurayshning ichidagi hech bir ayolni Zaynabga tang qilmayman degan. Ular ayrilg'ili 6 yil bo'lsa-mu bu ayrilish uni boshqa ayollarni izlashga majbur qilmagan. U tijorat ishlari bilan bo'lish orqali qalbini bostirib turgan. U safarga chiqish, sayohat qilish va boshqa xizmatlar bilan mashg'ul bo'lish orqali qalbini taskin topqizg'ashtirgan. Ammo u oxirida Zaynabning qishig'iga qaytganda butun qalbi bilan qaytgan. U Zaynab bilan jismoniy jihatdan ayrilgan bo'lsa-mu, uning qalbi Zaynabdan hech ayrilib boqmagan.